Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Moskva metrosida farroshlik qilgan, san'atkor bilan turmushi uzoqqa bormagan aktrisa va dublyaj ustasi Zulxumor Mo'minovaning bugun hayot yo'llarini sizlarga yoritib beramiz. Zulxumor Mo'minova bu yil 65 yoshni qarshi oldi. Aktrisa Qor qo'ynida lola, 9 oy, Suv yoqalab, Hayotda ibrat kabi filmlarda rollar ijro etgan. Qiz san'atasi, Saroy javohiri kabi chet el seriallarining bosh qahramonlariga ovoz bergan. Aktrisa yoshligidan san'atga chanqoq bo'lgan, shuning uchun san'at yo'lini tanlagan va Moskvada o'qigan. Qiyinchiliklar sabab u metroda farrosh bo'lib ishlashiga ham to'g'ri kelgan. Aktrisa shu paytgacha 10-15 ta rol ijro etgan bo'lsa ham bor mahoratini filmga qaratgani va uyaltirmaydigan rollar ijro etgani haqida gapirib beradi. Aktrisaning dublyaj sohasidagi roli esa hammasidan ustundir. Dublyajning ijodimdagi o'rni juda katta. Ushbu soha orqali xalqqa tanildim. Farzandimni institutda o'qitdim va tirikchilik qilyapman. Xontaxta filmlar va seriallarda suratga tushmayman. To'ylarga xizmatga chiqmayman. Shuning uchun ham men faqat dublyaj sohasida daromad topaman. Dublyajda men bilgan, birga ishlagan va ishlayotgan yoshidan qat'iy nazar barcha rejissyorlardan hamisha minnatdorman. Zulxumor Mo'minovaning marhum aktyor Zokir Mo'minovning sobiq turmush o'rtog'i ekanligini ko'pchilik bilmasa kerak. Zulxumor Mo'minova Moskvada o'qib yurgan kezlari kursdoshi Zokir Mo'minov bilan bir-biriga ko'ngil qo'yishadi. 4-bosqichda tahsil olayotgan ikki talaba ham Toshkentda, ham Rossiyada to'y qilishadi. Moskvadagi yotoqxonada o'tgan to'yda katta qozonda osh pishiriladi. 1985-yilda ular o'g'il farzand ko'rishadi va Umid deb ism qo'yishadi. Shaxsiy hayot haqida Zulxumor Mo'minova shunday deydi: Aktyor bilan aktyor yashab ketish qiyin. Sababi har bitta aktyor o'ziga xos olam. Hech kim hech qachon o'z olamidan voz kechib, boshqa birovning olamida yashab keta olmaydi. Chunki o'z olamidan voz kechish ishidan voz kechish degani. Ikki san'atkorning bitta oilada munosib tarzda, o'zini asrab qolgan holda, o'z dunyosini saqlagan holda yashab ketishi juda katta mardlikni talab qiladi. Biz Zokir bilan ko'p yashamadik, afsuski. Shuning uchun bu davrlardan o'ta olarmidik, yo'qmi bilmayman. Zokir ham kasbini juda yaxshi ko'rardi. Birga yashaganimizda nima bo'lardi, buni bilish menga endi qorong'u, deydi Zulxumor Mo'minova. Ma'lumot uchun, Zulxumor Mo'minovaning sobiq turmush o'rtog'i Zokir Mo'minov 1962-yilda tavallud topgan. 20 dan ortiq filmlarda rollar ijro etgan. Uning Xurmacha filmidagi obrazi juda ko'p tomoshabinlarning qalbidan chuqur joy egallagan. Afsuski, aktyor 38 yoshida 2000-yil bu yorug' olamni tark etgan. Undan Umid ismli o'g'il yodgorlik bo'lib qolgan. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.